bugun qaror qabul qilib xonani bersin. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bir guruh ayollarga yuksak davlat mukofotlarini topshirar ekan, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori qashqadaryolik erkin ijodkor shoira Latofat Amirovaga 2 xonalik uy berilishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum muhtaram prezident. Men Amirova Latofat hozirgi kunda 2 nafar farzandning onasi, oliy ma'lumotli uy bekasiman, ammo chekka bir qishloqda yashayman. Tarjima bilan shug'ullanaman, ijod qilaman. Turkiya, Ozarbayjon bilan birgalikda hamkorlik olib bormoqdaman. Siz bizga kuch berib, ayol kishi bo'lsak ham qo'llab-quvvatlab kelayotgan ekansiz. Bizning ham sizga ayollar nomidan so'zim bor. Ko'zlarimda har kun otar tong, zarra orom istaydi tanim. Ayolman deb taslim bo'lsam gar, kechirarmi meni vatanim? Buyuklik hech tanlarmi, irq, jins, el bo'lurni o'ylab bir o'zim, bir millatni bunyod etgani ilm berdi va berdi izin. Ulg'ay turgum, ulus elatni, to ayolman, iymonman, vatan. Onalari uyg'oq millatni mag'lub etib bo'lmaydi zotan. Agar ruxsat bersalaring, Latofat qizimga bugun qaror qabul qilib xonani bersin. Kayfiyatingiz qanaqa? Kayfiyatim a'lo darajada, chunki yurtboshimiz 2 xonali uy sovg'a qilamiz deganlarida hatto hayratlanib ko'zlariga qarab qoldim. Xuddiki tushmi, ertak tushiga tushib qolgandek his qildim o'zimni. Uyda o'tirgan, farzandini tarbiya qilayotgan, ilm bilan shug'ullanayotgan ayollarga yuksak mukofot va nafaqat ma'naviy yordam, moddiy yordam ham juda katta yutuq biz uchun. Katta yordam. Bu degani yanada zo'r asarlar yaratishimga va qulay sharoitda erkin harakat qilishimga katta yordam beradi. Rahmat.